Qizlarjonlar, judayam ko'pchilik mendan so'raydi, qanaqa iforlarni tavsiya qilasiz deb. Har bir insonni o'ziga yarasha vkusi, o'ziga yarasha didi bo'ladi. Masalan, menga me'daga tegmaydigan, такой холодный, yoqimli, нежный iforlar yoqadi. Asosan har bir sepayotgan iforimda apelsinovый akkordlar, sitrusovый akkordlar bo'lsa yoqtiraman. Gullarni, yoqimli, nежный gullarning iforini yaxshi ko'raman va har bir ayol kishida men o'ylayman, Trimosda kamida 5 ta ifor bo'lishi kerak, kamida. Mana men bu Infinity iforim parfyum bo'lgani uchun va o'ta o'tkirroq bo'lgani uchun men faqat to'ylarga sepaman. Buni banketlarga borganimda, yig'ilishlarda sepaman. Juda ham Olanoz ifori menga yoqadi. Eclat Mademoiselle ifori Parijni eslatuvchi ifor, kundalikka ham yaxshi, ko'chalikka ham yaxshi. Bu iforlarni kundalikka ishlataman. Me'daga tegmaydigan iforlar hisoblanadi.